Hozir Muzaffar akadan intervyu olamiz. Assalomu alaykum. Ming bor uzr, gapingizdan bo'ling Muzaffar aka. Sizda iPhone 17 ko'rdik. Endi bitta ayting, 16 edi bundan oldin, qanaqa farqi bor? Yoqyaptimi, yoqmayaptimi? Yo'q, yaxshi telefon ekan. Olganimga bir hafta bo'ldi, o'z Mediaparkdan oldim. Shu mashhur rost ekasiga maliga tushganimda o'tda ham anaqa bo'lyapti, imeykasini imeyka emas, anaqa iCloud qo'yib berishyapti, korobkani olib qolishyapti. O'shandangina rastochka olaman desam ham rastochka ham qimmat chiqib o'tdi. И plus iClouddan korobkasidan olib qolishyapti-da. Mediaparkdan men o'zimizdan oldim, o'ziga keluvdi. Mana xudoga shukr, anaqa muammo ham bo'lmadi, ham oylik to'lov ham ancha arzon bo'ldi. Ancha arzon bo'ldi. Balki nisbatan boshqa joylarga qaraganda ancha arzon bo'ldi. Endi ishlashlari keladigan bo'lsa, tez ishlayapti, 16 Pro'da ancha tez ishlayapti, chunki ichidagi protsessori o'sha yangi protsessor qo'yilgan, keyin ichidagi oldin 16 Pro sal qizirdi, chunki tetan kurs bo'lgani uchun teplotod kamroq bo'lgan ekan. Bunda alyumin kurs bo'lgani uchun ham yengilroq, qizish kamroqcha. И batareyasi ancha ketyapti hozir. O'yin o'ynashga ham yaxshi deyishyapti. O'yin o'ynashga ham zo'r. Endi men o'yin o'ynayman, lekin men telefon juda ko'p ishlataman. Bir kunda shunaqa payt bo'ladi, tinmay telefon, ana Telegramdan ham keyin klientlar bilan gaplashamiz, juda ko'p gaplashamiz. Hech anaqa tinmaydi. Yetyapti, lekin ancha yetyapti, zo'r. Begona qilmasdan oldilar. Sababini mana hozir bittadan o'zida aytib ketdilar. Korobka bizda olib qolinmaydi, iCloud qo'yib berilmaydi, imeykadan o'tgan bo'ladi, muddatiy to'lovga ham olsa bo'ladi. Hammalarni Mediaparkda kutamiz.